hadislardan to'plasam deb 16 yoshlarida Muhammad arab davlatida qoladi. O'sha qolishda bu inson 40 yildan ziyod vaqt arab davlatlarida bo'ldi. Imom Buxoriy mana Kufa, Qohira, Misr, Makka, Madina, Hijoz, Shom, Nishopur, Basra eng ko'p yashagan joyi Makka bilan Madina bo'lgan. Aziz mehmonlar, Imom Buxoriy arab diyorida 40 yildan ziyod vaqt yurib, 600 mingdan ziyod hadislarni to'plagan va ular ichidan 7275 ta sahih hadislarni ajratib, ularni kitob shakliga keltirdi. Arablar butun unvonlar berdi. 16 yoshida arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 58 yoshida vatani Buxoroga qaytib keladi. Qarang, bu kishi qaytib kelayotganda buni eshitgan Buxoro xalqi bu kishini oyoqlari ostiga 20 mana shu qarang 8 kilometrgacha poyandoz to'shaydi. Xalq juda ham yaxshi kutib oladi. Arkadagilar hamma yaqinroq kelsin-da, mana shu yerda gapiraylik. Bir 5 minut e'tibor bering. Imom Buxoriyni bir tarixidan eshitib ketingizlar, mehmonlar. Qarang, Buxoro xalqi 8 kilometrgacha bu kishini oyoqlari ostiga poyandoz to'shaydi. Xalq juda yaxshi kutib oladi. Bu ko'pchilikka yoqmagan. Buxoroning amiri bo'lgan o'sha davrlarda Xolid ibn Ahmad Zuhali Imom Buxoriyni chaqiradi. Sen deydi xalqaman, faqatgina kelib meni farzandlarimga ilm o'rgatasan deganda Imom Buxoriy shunday hadis aytdilar. Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi amirim. Farzandlaringiz mening madrasamga kelib, mening madrasamda tahsil olsin deganda amir men aytganimni qilmadi deb qarang. Bu kishini Buxorodan quvg'in qilishlikni buyurdi. Imom Buxoriy ona vatani Buxoroni ko'zlarida yosh bilan majbur tark etdi. Qadimdagi mana shu qishloqqa keldi. Bu joy Xartang deb atalgan. Aziz mehmonlar, bu Xartangda bittagina qarindoshi G'olib ibn Jibril bo'lgan. Imom Buxoriy sherga kelgan, yashagan, qo'lim topgan, lekin kasal bo'lib qoldi. Vafoti tarixda shunday, xastalik paytida hozirgi Samarqand shahrida mana shu qishloqqa bir chopar keladi. Chopar aytadi, Samarqand ulamolari ertangi hayit namozida ustozlik qilishingizni so'radi. Rozilik bildiradi, bu kishiga ot keltiradi. Imom Buxoriy ot yoniga borar ekan, bitta uzangilarga oyoq qo'yib, ikkinchi uzangisiga qurbi yetmas ekan, otga mina olmaydi. Imom Buxoriy shunday vasiyat qildi, meni vafotim yaqin shu qishloq qabristoniga dafn qiling. Bu insonni farzandlari bo'lmagan, oilasi bo'lmagan. Imom Buxoriy milodiy 810-yil Buxoroda tug'ilib, milodiy 870-yil Ramazon oyining oxirgi kuni bo'lgan. Qarang, 61 yoshida mana shu Xartang qishlog'ida vafot etgan. Aziz mehmonlar, bu inson vafot etganida jasadidan ter quyildi. Bu holatning sababini hech kim aytib bera olmagan. Imom Buxoriyning o'zining masiriga ko'ra mana shu yerda qabri bor. Dafn qilinadi. Dafn kechasi qabrdan nur taragan. Bu joydan xushbo'y hidlar taragan. Odamlar kelib deydi, qabr tuprog'idan xonadonlarga oqida boshlagan. Bir ulug' insonning qabr tuprog'i dardmanlarga shifo bo'layapti deydi. Tez orada qabr ochilish joyiga kelib, yon atrof mutasaddilar qabrni tuproq bilan yopib, yog'ochlar bilan o'rab, Imom Buxoriyning qabri 4-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. Mana yana 2 daqiqa e'tibor bering. Bu paytlarda qabriston bo'lganda 16-asr yarmida Buxoro xon Abdulloh masjid qurdi. Qabrlar mana bu tomonga o'tkazilgan. Hozir ham qabriston bu yer. Aziz mehmonlar, Sovet ittifoqi davriga kelib bu yer omborxonaga aylandi. Bu yer dorixona, xarobalik. 1956-yili Indoneziyaning prezidenti Sukarno Moskvaga davlat ishi bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilishlikni so'raydi. Imom Buxoriy o'zi kim, qabri qayerda hech kim bilmagan. Topinglar dedi, O'zbekiston, Buxorodan topolmagan. Ba'zir mana shu yerdan topib qarasa xaroba. Mehmondor qilishga ruslar uyaladi, aytadi. O'lkamizda uzoq joyda ekan, bu yerlarda samolyot qo'nadigan joy yo'q. O'zimizda mana Lenin mavzoley bor deganda Sukarno yig'ladi. Men piyoda bo'lsa ham boraman. Olib kelgan poyezdda majbur bo'lgan. 3,5 kun bu yerlarni tozalab qarang, 4-kuni kechasiga to'g'rilab olib kelgan. Aziz mehmonlar, Indoneziya prezidenti ko'chadan yalangayib kelgan. Hovliga kelganda emaklab kelib, qabr yoniga joynamoz to'shatadi-da, yig'lab Qur'onni o'qiydi-da, u qori bo'lgan. Rahbarlar o'yladi, daryo uchib ketadi. Qori tong otguncha shu yerda yig'lab Qur'onni o'qigan. Tong otib, xaroba joydaligini ko'rib yig'ladi musulmonlar. Shunday buyuk muhaddisning qabri abadiy qo'nim topgan joylari shu yermidi? Beringlar, men bu yerdan olib ketayin. Qancha kilogramm qabr tuprog'i bilan olsam, agar tuproq tonna bo'lsa, vatanim hisobida men sizlarga tonna pilla beraman deganda, O'rta Osiyo muftiysi Toshkentlik Ziyoddinxon Boboxonov bo'lgan.
O'sha inson aytadigan javob qilaman desangiz bizchi o'zimizdan keyingi avlodlar so'rasa nima deb javob qilamiz deb qabrda saqlab qoldi deydi. Mana mehmonlar, mana bu toshlar Gretsiyaniki qarang. Hamma oq rangdagi toshlar Gretsiya 10 ming kishilik namozxona. 4 ta bino bular 75 metr, maqbara 27 metr. Mana bu tepadagi ramziy Imom Buxoriyning qabri pastda mehmonlar. Mana bunga e'tibor bering. Az mehmonlar zumrad toshlari bilan ishlov berildi. Izumrud deydi, zumrad toshlari bilan ishlov berildi. Men shuni ham aytib o'tay, orqa tomonda 27 ta mehmonxona qurildi, 27 ta va 4 ta tarafxona bor. Mana bu yerga e'tibor qiling-da, ustunlarga qarang mehmonlar. Hozir sizlar qarayapsizlar, bular yog'och deb o'ylayapsizlar. Bular aslida tosh ustunlar. Ozgina bir daqiqa e'tibor bering-da, men bir voqeani aytib o'tmoqchiman. Mana shu eski masjidning manzilidagi ular 1998-yil boshida buzildi-da, o'sha yilda o'zida 8 oyda 1200 kishilik namozxona qurildi. Ular ham buzilib, mana mehmonlar ko'ryapsizlar. Mana shunday holatga keldi. Amin. Duo qilaylik. Amin. Hazrat xizmat haqlari Alloh yo'lida ehsonlaringizda tarixni gapirib boramiz. Sizlarga bir tozalikli hissamiz bo'lyapti. Amin. Alloh har bir yaxshi niyatlarga o'zi yetkazsin. Bolalarimizga ilm bersin, vaqt taraflarga vaqt bersin, farzand taraflarga farzandlar bersin. Azizlar, farzandlarimizga Alloh shifo bersin. Safarda yurganlarimizga Alloh safatini bersin. Kelajakda mana shu joylarga azizlar, hammangiz ham hoji onalar, hoji opalar bo'lib kelib, shukronalarda yana duolarda Amin. Har birlaringizga nasib bo'lsin. Amin. Azizlar, savollar bo'lsa